Летняя распродажа в приложении Узум Market. Рисовая каша Nestle – 13 тысяч сом. Надувной бассейн и Intex Easy Set – 399 тысяч сом. Покупки начинаются на Узум Market. Hammaga salom. Men bugun 5 ta qiz bilan uchrashuvga chiqaman. Lekin meni qulog'imda naushnikim bo'ladi. Menga bolalar aytishadi zakadrim nima deyishimmi? Привет. Привет. Sofrus. Одесса. Yigitiz bo'lganmi o'zi? Yo'q-da. Yo'q, bo'lmagan, ha? O'shaning shu yerga keldim siz uchun. Yo'qmi? Voy, pestaji. Atrofida ayla. Yo, qo'lingni qo'ltig'ingga qo'y. Qo'lingni qo'ltig'ingga qo'y meni. Ikkita qo'ling bilan. Mana qanaqa bo'yicha tushuntiradi. Qo'ltig'ingga qo'y bana qil. O'tiring. Nimaga turib oldingiz? Kofe olib kelmaysizmi menga? Tushunmadim. Kofe olib kelmaysizmi menga? Kofe? Barista. Kofe olib kelib bering. Arada hayvon ovozini chiqarasan, biz hayvon aytamiz. Qo'y, ba degan. Бариста! Бля, уберите его, пожалуйста, отсюда. В натуре уберите его, или, я не знаю, склейте ему рот. Он мешает мне. Ba degan. Он портит нам свидание. Qaysi hayvonni sevasiz degan. Qaysi hayvonlarni o'zi yaxshi ko'rasiz? Mushulani. Mushularnimi? Buni kim ichgan? Hech kim ichmagan bu, o'zi shunaqa podavatsiya qilinadi-da bu. Bu espressomi? Bilmayman nima bu, to'g'risi. Sen meni otravit qilmoqchimisan, a? Ichmaysanmi? Jahl qilib otib yuborganda baklashgan. Ichmaysanmi? Kerak emas bo'lmasam. Tursan ham chiqib ket degan. Разве можно пригласить девушку на свидание без кофе? Ну как так? Qanaqasiga kofe? Men senga kofeni pulini to'laydigan bola emasman. Men cho'ntaymanmi senga degan. Qiz bola hamma narsaga to'laydi men uchun. Assalomu alaykum. Привет. Assalomu alaykum. Шохрус. Диана. Диана? Да. Мою сестру так зовут, кстати. Отлично. Как дела? Шикарно. Не устаешь? Нет. Нормально приехала? Угу. Чем занимаешься вообще? Артистка балета. Балетом? Да. Ты балетом занимаешься? Да. А как там, что там в балете нужно вообще делать? Все, танцевать. На пуантах можешь вот так? Ты так не умеешь? Погоди, вот, например, я вот в тапочках, Да. а вот так вот? Да. Слышишь, встань ровно, стой и ее подними тоже. Не, у тебя хуёво получается. А можешь показать мне? Это какой цвет? Пурпуровый. Пурпуровый? Bu siniy rang degan. Ishontir shunga. Это синий цвет. Да. Абсолютно согласна. Это синий цвет. Да. Ya'ni daltonik degan. Я не дальтоник, но это синий цвет. Ты дальтоник. Я не дальтоник, но я тебе серьезно говорю, это синий Да. цвет. Cho'kkalab qo'yga o'xshab ba deb atrofida aylan. Смотри. Бэ. Aylan. Хороший. Травку тоже. О май гад. Одень ее тапок. Если я вот так одену, синий цвет. Нет, Это синий цвет. это не синий. Это Не синий. Я тебе говорю, это не красный синий. цвет. Это не синий. Это красный цвет. Это не красный. Bitta meva o'ylasa ayt. Придумай любой фрукт какой-нибудь. Клубника. Клубника. Да. Ну, красный цвет. Это розовый цвет. Ты какого цвета? Я черный. Ты бежевый. Черный. Ты бежевый. Я черный. Это черный цвет. Заплети из ее волос косичку. О, можно я тебе косички сделаю из своих волос? Давай попробуй. Давай попробуем. Давай. Ты мне там что-то натворишь, я знаю. Не-не-не, я отвечаю нормально. Uf qo'y boshidan uf qo'y. Поцелуй ее. Можно я тебя в волосы поцелую? Нет. Хорошо, я тебе косички тогда делаю. Где косички? Ты хотя бы отсюда делай. А, давай, отсюда начну. Valsga taklif qil, vals tushar ekanmi, so'ra. Боженька, спаси, упаси, пожалуйста. Не, у тебя плохо. Да не, получается. Не погоди. получается, все. Дайте мне телефон. Давай я тебя научу сама. Сними свои носки и подари ей. У меня для тебя есть подарок. Какой? Можешь обернуться, пожалуйста? So'rorma, ha?
Тебе приданная. Не-не-не, я обойдусь. Не смотри, это тебе. Спасибо. Qo'liga ber, olmasam mushuga o'xshab o'ynashani. Хочешь носки мои? Не, нет, ты мне про кошек скажи. А, у меня дома 6 кошек. Короче, Ну? у меня мама находит. Мяу, 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 мяу. А кошек сколько? Мяу. Кошек сколько? Мяу, мяу. Сколько кошек? Мяу, мяу, мяу. Ладно, короче, скучно, пока. Nima ekan? Ahrori. Қалайсың? Якши. Чё, как ты, не устаешь? Нормально? Хорошо да. пошла? Ты как? Все, chiroyli so'rashing. Как дела? Нормально, ты как? Прекрасно выглядишь сегодня. Хорошее, Благодарю. красивое платье. Благодарю. Тебе идет. Спасибо. Короче, menga hal qilib bering shu qizni. Shunaqa kelishtiringda, menga uchrashuvga chiqish kerak. Bitta o'rtog'im bor deb. Bitta o'rtog'im bor. Мана биtta akam bor-da. Короче, у меня есть один брат. Он красавчик. Он, короче, женат, и ему нужна девушка. Bolasi ham bor deng. У него и ребенок есть. Нифига. Да. И что ты мне предлагаешь? Нет, я тебе ничего не предлагаю, просто нам нужна девушка, чтобы он вышел на свидание. Помоги мне, пожалуйста. Не на свидание, а прям Yo'q, prям uchrashuv uchrashib yurishimiz kerak отношенияda. Зачем ему девушка, если у него есть жена? Прям в отношениях должны они быть, понимаешь? Девушка нужна такая. Puli bor deng. У него деньги есть. А зачем ему девушка, если у него есть жена? Ну, как ты смотришь вообще на это? Нет, отрицательно, конечно. Мое дело просто помочь мне, тебе, нет, не тебе, нет. Нормальный задание берили, канака таныштыру. Просто yoniga bor ol, без эмоций. Короче, я сам вообще люблю спорт. И я люблю приседать. Без эмоций borganda просто gapirmay просто. Можно вот тут приседать? Voy, можно so'rab, voy. А можешь встать, пожалуйста? Встань, пожалуйста. Давай вместе приседать. Baby shark det, ashulani. Baby shark ту-туруруру, baby shark ту-туруруру, baby shark ту-туруруру, baby shark, baby shark ту-туруру. Все. Еще? Нет, я Да? устала. Надо. Go. Сразу valsga tushib ketinglar. Сразу vals, да, Сразу сразу. vals, Vals. Умеешь тверкать? Ну, не на камеру. А я умею, кстати. Go. Make it drop. Faqat bel qimirladi. Shart berishdan dondonzik o'ynanglar. Дон. Считай. Погоди. Qiz bosh narsa qilyapti. Donnozga qilsin qiz et. Донозики. Донзики. Я проиграл. Я даже не знаю, какой тебе можно дать. Че так жестоко? Осторожно. Shu yerda qo'lini so'ra qizni. Ну давай потверкой. Попой к камере. Кстати, ты можешь сидя вот так коленки поставить на столик. Вот лягушку открой и тверкай. Руки вперед. Можешь не тверкать. Тверкай. Меня народ смотрит, можешь не тверкать. Тверкай. Я не хочу тверкать, блядь. Нет, Ты проиграл. Нет. Я также проиграл. нет. Заново. Ты считай? Донзики. Донзики. Вот. Ты идешь в ту комнату и на той камере говоришь привет и сюда возвращаешься. Привет. Ты чё делаешь? Дай сюда. Покажи бицуху. Её нет. Покажи ей пресс теперь.
Хочешь мой пресс посмотреть? Go. Сим-Сим, откройся. Поворот сюда. Шпала yok. Там ничего нет, да? Ну-ка. А теперь скажи, что потрогала животик. Квадратики, кубики. Хочешь потрогать? Давай! Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Психушку. Ударь меня, пожалуйста. Urgandaga yiqilib tushgan, og'rib qoladi qorning. Mazang qochsin. Mazang qochsin. Нормально, пожалуйста. Право. Меня уже ел. Право. Ой, сюда. Yozaman-da, yozaman-da. Ustingdan yozaman. Yo'qotinglar bu qizni degan jahl qilgan, kameraga qara, jahl qilgan. Yo'qotinglar bu qizni. Я на тебя пишу заявление. Qizni olib chiqdi, shuni ustiga Titanic qilinglar. Хорошо поешь. Titanic qilasiz, ustiga olib Qizni chiqasan. ko'tarmaydi-yu. Ko'taradi, ko'taradi. Ko'tarmaydi, javob ko'tarmaydi, brat. Shu mayli yiqilsin. Мне нужно лезть сюда. Вставай, поднимайся. Нет. Держи ее. Что? Bitta lestitsa chiq. Orqasidan bitta lestitsa. Bitta lestitsa orqasidan chiqqan, bitta lestitsa. Ya, bunaqa narsa aytmadik. Titanicga aytish bor. aytamiz. Bo'lmayapti, cho'tiq. Держи меня. Давай. Держи меня. Держи меня. Останемся вместе. Держи. Держи, держи. Держу. Держи. По полям, по полям. Руки открой. Бля, я падаю. Держи, держи, держи. Держи, держи. Держи. Бля, держу. Все, Руки. двумя руками держи меня. Двумя. Я сама потом упаду. Не упадешь. Давай. Я тебя вперед тяну же. Go. Крепче можешь взять? Выйди за меня замуж. Нет. Вадя. Спускайся дальше. О. Я же говорила. Спасибо большое. Давай, брат. Не обижайся. Ты тоже не обижайся. Весело было. Да. Привет. Привет. Шахрус. So'ra, xafa bo'lib qol. So'ra. Alda sırası. Biz qiz bilan kelishib olgandik. Смешно. Jahkali pashulasi bilan boshla. Romantiskiy, давай. Апрельская сирень взял и задушил мою грусть. Я тебе думаю. Всё нормально? Да. Э, bormisiz? Нет. Uyda hayvon yo'qmi? Kuchugiz, etingiz bo'lay, iltimos degan. Itingiz bo'lay, iltimos. Нет, пожалуйста. Itingiz bo'lay, iltimos. Vovulla ber bitta. Собачкинgiz bo'lay. Vovulla ber bitta. Рахмат. Я не завожу животных. Yaxshiroq. Qo'lni tepaga qo'y, qo'lni tepaga, kuchugiga o'xshab. Wow. Suvni ol. Boshingdan quyishni boshla. Я хочу искупаться. Искупайся. Но не здесь. Не жарко рядом с тобой degan, охлади меня deganda qo'liga baklashkani ber, tepangdan quysin. Можешь взять, пожалуйста? Искупай меня degan. Можешь искупать меня. Что? Искупай. Совсем дебил. Нет. Типа,
Ладно, я сам себя искупаю, если не хочешь. Не, полный qo'y, нормально. Mast surayotgan deyapti. Ты что делаешь? Не-не-не-не-не-не-не-не. Ты что, дурак? Эй, ну за что, блядь, опять нахуй? Hammaga salom. Shohruz o'rniga men o'tirdim, hozir izoh qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ajoyib. Ismingiz? Madina. Madina, Ahror. Tanishganman. Qalaysiz? Nimada keldingiz? Mashinada? Qanaqa mashina? Yandex. Ha, Yandexda keldingizmi? Endi qara, bo'ldi, cho'zib o'tirmaganda glavniy shartga o'tamiz. Telefoningni ol. Aha. Tak. O'zingning telefoningmi bu? Bu meni telefonim. Ha, bo'ldi, xotiningga telefon qil. Nima deyman? Xotiningga telefon qilib tur, tanish jonim, ikkinchi xotin olib kelyapman senga. Telefonni berib qo'y. Mana xotinim. Kelin ko'taring, shuncha telefon qilasiz Ahrorga. Zinar tuzumsan? Nima qilsa? Alaykum. Balandroq gapir. Nima deyishim kerak edi? Xotin tanish, men o'zimga ikkinchi xotin olman. O'sha bilan hozir gaplashib olgan, bilgin deyotgandim degan. Anchadan beri aytmoqchi edimdi. Ha, anchadan beri aytmoqchi edim. Anchadan beri bitta narsa aytmoqchi edim senga. Anaqa. Davay. Ikkinchi xotin olgandim. Berib qo'y telefonni. Tanishligingni ber. Tanish. Alo, assalomu alaykum. Alo. Shohruz yo'qolay. Dinar eshitdingmi? Kulma. Alo. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Xohlasangiz ko'rishib tanishamiz. Ahror akamni sevaman men desa. Alo. Bugun Ahror uyga kirmaydi. Ovozingiz eshitilmayapti. Yes! Ahror telefonni qo'lingga olganda bugun olib boraman de. Uyimga olib boraman, ko'rsataman degan. Dinar bugun olib boraman uyga ko'rsataman. O'zidan hushdan ketib qolmadimi? Hushdan ketdi. Bo'ldi, qo'y. Hushdan ketdi. SMS yozma, qo'lingni ol. Voy, shakal, yozma. Qara, xotining bilan sidaniyaga chiqqansan-ku. Boshida to'yda oldim. Xuddi qanaqa gaplaring bo'lsa, shu qizga ham shunaqa gapir. Как будто свиданиyaga chiqding. Shartlarim bor sizga, Babram. Endi ertandan uylansangiz, men sizga uylansam, siz menga erga tegsangiz. Shartlarim bor. Uydagilarim gapini ikki qilmaysiz. Ayolimning gapini, birinchi ayolimning gapini ikki qilmaysiz. Kundoshlik. Tirik qolsin. Ha? Tirik qolsin. Ko'ramiz, tirik qoladi. Mas'uliyat katta-da buni. Ikkinchi xotin bo'siz menga Babram, mas'uliyat katta. Siz o'zi rozimisiz? Yo'q hali. Bular hali rozi emas ekan-ku. Men shartlarim bor hali. Sizning shartlaringiz qanaqa? To'rxonali uy. Necha xonali? To'rxona. Xo'p. Kuchugiz bo'lay degan. Ha. Kelik. Kuchugiz bo'lay. Bo'ladi. Yana nima shartlaringiz? Bitcoin kuchuk kerak haqiqatan. O'zi rozimisiz? Shu narsalarni olib bersam? O'ylab ko'ring. Nima qilsam, xo'p, hozir dalli moment nima qilsam rozi bo'lasiz? Hozir olib bering shartlarni. Ya hozir sразу uy bor, uy ol, mashina ol, uspet qilmaymiz. Hozir dalli moment bitta narsa aytingda, men shu qilayda, siz roziman deng. Xotinimga telefon qilib ajrashaman desam tegasizmi menga de? Hop, xotinimga hozir telefon qilsam, ajrashamiz desam, shunda menga xo'p deysizmi? Ya o'ylab ko'raman. Shohrixon bo'lganingizda boshqa gap deng. Shohrixon ham odammi? Qalaysiz? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamaysiz? Ushlab tura olmadim deb shiming ko'rsatasan, qo'l bo'lib qolgan-ku. Sizni ko'rib, chiroyingizni ko'rib, to'g'risi men usholmadim, sevib qo'ydim. Men sizga mana masalan bitta savol beraman, to'g'risini ayting. Просто to'g'risini ayting, kim umi, menmi?
Siz hali yoshsiz, a? 20 yoshman. 23 yoshmi? Vaqt yosh farq o'ynaydimi? Ko'ramiz. Qiynalganliging haqida mavzuni ko'tardi. Sekin pul so'ra. Qarzga. Stream qilardim, men bilan Madina o'tirardi. O'zi bilasiz, mani YouTube'im blog bo'lgan hozir. Ha, ko'rdim uni ham. YouTube'im blog bo'ldi. Keyin o'rtog'im mashinasini haydovdim-da. O'rtog'im mashinasi BMW edi-da, qimmat mashina. Urib oluvdim, endi remontiga pul topolmayapman. Ahvolingiz chatoq ekan. O'rtog'imni sinasi kasal bo'lib qopti. Menga telefon qilib, pulimni qaytar deyapti. Men undan qarzim bor-da. O'shaning uchun men to'g'risi bilmayman, oxirgi payt men qiyin vaziyatga tushib qoldim. Поддержка kerak, masalan, qanaqa pul berib tura olmaysizmi menga? Qaytaraman degan. Yo, men hamma narsamni sotib bo'ldim-da. Ish bola pulim ham qolmadi men to'g'risi Madina. Pul berib turing. Men sizga vaqtida mana shunaqa vaqtga kerak menga pul desangiz, men sizga qaytarib beraman. Qo'lingizdagi soatingizni berib turing, hatto men sizga qaytarib beraman. Soatimi? Zalogga nima berasiz? Zalogkami? Zvachka beraman. Yo, maksimal darajada soatini olishga harakat qil. Yo, mana to'g'risi men sizga rostdan qaytaraman. Men bilasiz, yuzimni bilasiz. Men bitta ko'rsam maylimi o'z soatingizni? Sekin cho'tiga solib qo'y. Keyin temaga o'tki, tema burib ol. Tema bur. Rolexmi? Rolex основатель bilasizmi o'zi kimdi boshlagan telefon soati ekan? Rolex основатель bilasizmi kim o'zi? Sizmi? Yo, Rolex основатель Jerry Gwonde. Gary Gwonde o'zi. Bilasizmi? Tanisizmi? Yo, o'zi bu soatlarni bor-ku 1979-yilda aniq qilishganda, chiqarishganda o'zi. Keyin Gary Gwonde degan bratan atir sotish boshlaganlar. Men Rolex sotmayman deganlar, chunki Rolex sotuvda yaxshi ketmagan. Birinchi o'zi taksist bo'lgan degan. Birinchi o'zi taklif bo'lgan. Taksist. Masalan, taksist bo'lgan. Просто qo'lingizga olib turing, o'zingiz chiroyli. Abizurmisiz? Yo, men sizni to'g'risi mana shuni bitta ko'rsam mayli. Tirnog'ingizga patsvet ekan-a? Tirnog'ingizga patsvet ekan, juda chiroyli qilingan ekan gap. Keyin uzukni olib, birdan bir og'aynim bilan bo'lgan voqeani gapirib ketdi. Kecha og'aynim bilan urushib ketib qoldim degan. Qaytarib olaman lekin. Kecha og'aynim bilan urushib ketib qoldim. Qarasam menga aytibdi, "Короче, sen meni qizimni yaxshi ko'rib qolding" deyapti. Yo'q, qo'y deyapman. Bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas deyapman-da. To'rxonali va'da bergan og'ayningizmi? Ha, o'sha aytdi-da menga, "O'rtoqman, senga uni abishat qilaman, buni qilib beraman" deb aytolman-u, bir tursiki ham yo'q. Bering o'sha qizni telefoningizni bering, o'sha qizni ko'rsataman. Ko'ring bitta degan telefonni olgan. Uzato narsalarimni olib qo'ymadi ham. Bering, men o'sha qizni ko'rsataman, qaysi qizga biz urishdik. Telefoningizni ochib bering. Telefonni men olib qo'yasizmi? Men sizga Instagramga kirib bering, men sizga ko'rsataman qaysi qizligini. Bunday tashqari chiqqin, keyin mikrofonni menga bergin, men kirib boraman. Antenna olmayapti, internet ishlamayapti-yu, Madina. Internet ishlamayapti. Men bitta hozir qarab kelay. Shunda mana shu internet ishlaydi hozir Madina. Hozir shunda. Mana hozir, mana bitta. Hozir. Hozir mana shu. Mana shu. Ana bola qani, hatto narsalarimni olib qo'ymayapti. Ha, hali o'tiribsizmi? Короче, gaplashdim hozir xotinim bilan. Bo'ldi deyapti, aniq bemalol kelaversanglar bo'ladi deyapti uyga. Ketaveramizmi? Bo'ldi, ketaveramiz. Ana bola yana bitta kandidat bor edi. Oyim majburlab uchrashuvga olib chiqdilar. Pulingiz yo'q ekan-ku. Menga kerak emas unaqa xotin. Men boy narsalarga uchratdim. Bo'pti, sog' bo'lasiz. Puli yo'q ekan-ku. Hech narsasi yo'q ekan-ku. Bering, men sotaman o'ziga. Oyingizga telefon qiling deydi, meni narsalarimni o'g'irlab ketishdi. $1000 so'rashyapti qaytarib berishim uchun. Oyingizga qilasiz-da. Ukangiz bormi? Yo'q. Kim o'zisi? Opam bor. Opangizga qilaylik-da. Opa, narsalarimni qaror o'g'irlab ketdi. Nima qilsak bo'ladi deng. Bitta bola bilan tanishuvdim. U mashinik bola ekan, mashqa ekan. Hamma narsamni o'g'irlab ketdi. Nima qilsam bo'ladi deysiz? Kechirasiz qiladi. Alo, Nadir opa. Короче, narsalarimni o'g'irlatib qo'ydim. Nima? Narsalarimni o'g'irlatib qo'ydim.
Nimalaringni? Taqimchoqlarimni. Qanaqasiga? Bittasi anaqa narsamni tortib ketib qoldi. bola bilan tanishib ber dedi Qayerdasan hozir? Hozir o'sha ishga ketdim. Qayerda olib ketib qoldi? Bitta bola bilan tanishib qoldim-da, o'sha tortib ketib qoldi. Qaytarib berish uchun pul so'rayapti dedi. Qaytarib berish uchun pul so'rayapti. Qaytarib berish uchun hozir pul so'rayapti endi. Madi, hazillashma. Bo'pti, hazillik. Endi kim bor? Vaynovat edi. Voynovat dedi. Endi zerku deydi. Tavba qildim. Bitta bola bilan tanishib qoldim. Sen shunaqa desang men sanaman, Madi. Bo'pti. Tuzumsan? Ha? Ha, bo'pti. nima qilay qaytarib beraymi Ha, qaytarib bering. ha xullas kechqurun ko'rishamiz xotinim bilan gaplashdim xotinim rozi kechqurun uyimizga boramiz tanishtiruv marosimi bo'ladi Bo'ldi. okey Tugadi.